Lacetti Buru 8 ga yangi galovka bosib haydab yurganlar bo'lsa, yozib ketinglar kommentariyada. Qanaqa ishlayapti? Problema bo'lmadimi? Bitta yangi bosilgan Lacetti Buru 8 galovka keldi. Remontga akalar. Buni motor qilyapti. Hozir 0 dan 100 gacha qaranglar, galovka absolutni yangi bosilgan. Bilmayman. Bir asa yursa 10 ming yurgan, bo'lmasam yo'q. Nima bo'lyapti bunda? Направляющийda, направляющий втулкада luft ko'p. Любой motor qilayotgan odam bu luft bilan bu galovkani bosib yura olmaydi. Olib qoldik, yangi pachka bosilgan 16 ta направляющий, klapan sanligini har doimgidek 1.6 qilib yuboramiz. И sabojga pirtilga qilib garantiyali klapanlardan qo'yib beramiz aka. Endi o'zinikiga nima bo'lgan, bizga qorong'u, lekin galovkani yangiligiga, yangi bosilganligiga xudo xolisa javob beramiz. Buru 8 yangi olib chiqib bozordanmi, do'kondanmi bosib haydab yurganlar bo'lsa, qanaqa bir nimasini yozib ketinglar, ishlashi, yurish turishi, avtorasxodlari bormi, yo'qmi, nima bo'lyapti, gaz rasxodlari qanaqa, motorda ishlashlari, texotda yurish turishi qanaqa yozib ketinglar. Bizni kuzatuvchilarimizni 90% shunaqa mashina temasi bo'yicha yuradiganlar.